Xullas kalom aka ukalar, hammaga assalomu alaykum. Bozorda bir tanishimni ko'rib qoldim. Nexia gibrid motor 2014-yil 2,5 kuruk yurgan, tonirovka ruxsatlari bilan eng qilamiz mashina top-toza ekan. Javob ekan, yana ko'rib tekshirib olasizlar. Xudo xolasa idealni holda. Akamiz yozgan ekanlar, uzra aka. Test monitor, Malibu sizen, Malibu rullar qo'yilgan ekan. Xullas lyuks konserling bu. Aka? Konsener yo'q. Konsener yo'qmi? Bez konsener. Bez konsener. Xo'p, holati yaxshi ekan, ideal hol turibdi. Aka nomerlarini qoldiraman. Aloqa chiqasizlar xudo xolasa. Aka o'zi bir nima desam, moshin furush emas, lekin dehqondan gap. Xudo xolasa kelishtirib narxlarini ideal sostoyanida Nexia'ni narxlarini kelishtirib qo'yib beramiz. Aka, endi men o'zi deyarli bozorga unaqa narsa video olmayman. O'zi deyarli o'zimiz boshdan qo'yaman-ku. Endi siz bilan salom alaykum bo'lgan uchun qo'yib beraman. Gerbi laboy ham bor ekan. Sostoyanisi yaxshi. Xullas narx necha pul aka buni? 4800. 4800 bo'lishimi? Yo bizdan olmashni o'tib berasizmi? Kam bor, o'tib beramiz. Kam bor a? Bo'ldi aka. Nomeringizni qoldiraman pastda, nomerlarni qoldirdim. Aloqa chiqinglar. Aka bilan xudo xolasa topishib, kelishib, yaxshi narxdan olasizlar. Mashina ideal sostoyanida top-toza ekan.